Voy, men necha marta aytganman, loy lombos ustidan polistirol lombos qilsa bo'laveradi akalar. Bular hali ham bilishmaydimi deyman-da. Agar siz 10 sm, 15 sm loy lombos qilib qo'ygansiz, effekt bermayaptimi, ustidan bemalol polistirol lombos tashib olsangiz bo'laveradi. Polistirol lombozlarimiz qop ko'rinishda bo'ladi. Uni oddiy suv bilan aralashtirsangiz bo'ldi. Ichiga kimikatlarni, penoplastlarni, xullas sementlarni tayyor qilib qo'yganmiz. Faqatgina aralashtirib tayyorlab olsangiz bo'ldi. Bu polistirol lombozlarimizning issiq sovuq o'tkazmasligini bir necha bor test qilib berganmiz akalar. Test natijalarini ko'rdinglar. Issiq umuman o'tkazmaydi. Eng asosiysi narxi akajon, narxi 4,5 sm qalinligidagi polistirol lombozimizning 1 kvadrat metri 20 kilo bo'ladi-yu, 31,5 ming so'mdan aylanadi sizga aka. Agarda siz hali ham polistirol lomboz qilaymi, qilmaymi deb o'ylanib o'tirgan bo'lsangiz, videolarimizdan ko'rib chiqqan klientlarning o'zlarini eshiting, kommentariyada odamlarning fikrini bitta eshitingda, keyin o'zingiz bemalol qaror chiqarasiz. Aka, eng asosiysi sizni issiq sovuqni o'ylayotganida yaxshi gumonda bo'ling. Videoga like bosib, eng yaqin do'stga tashlab qo'ying. Assalomu alaykum.